Qarindoshlar, bu videoda biz shaxsiy uchurimizdagi muhim bir hozirgi turmushimizga aylangan shaxsiy uchurimizni qo'g'dash uchun bilish tegishli bo'lgan EXIF deyra. EXIF deyra degan, ya'ni EXIF sonliq ma'lumotlari to'g'risida to'xtalamiz. EXIF degan ingliz tilidagi Exchangeable Image File Format deganning qisqartirilmasi. Exchangeable Image File Format. Yoki buni EXIF deydi. Hem buni Uyg'urcha tarjima qilsak, almashtirg'ili bo'ladigan surat hujjati formati degan gap. Bu qanday narsa desak, odatda burun hamda fotograflar rasm tortadiganlar ma'lum bir suratninki u vaqtdagi apparatlar iqtidor tuvan bo'lg'achqa qachon, qayerda tortilganligi ashuna bir uchurilni hamda ya suratning ustiga yozib qo'ydi, ya keyinga yozib qo'ydi, yoki bir daftarga xotirlab mangdi. Hamda ash uchur dastlabki ibtidoiy holatda hamda EXIF deyra deb atalgan. Ash uchurlarni biz EXIF sonliq ma'lumotlari, shu rasm, masalan bir parcha rasm tasa, u rasmdan burungi vaqtda hamda negativda unda uchurlar yo'q, saqlanmaydi. Dastlabki keyin ananki vaqt saqlangan bo'lgan astigimda bir vaqt chiqiradigan format chiqiradigan bo'lgan asta taraqqiy qilib shu 90-yilning oxiridan shu Yapondan boshlanib ketgan bu texnika. Bugungi kunda hozir bir qo'limizdagi aqliy telefon orqali shunda suzuk rasmlarni tortadigan ash texnika yetdik. Endi masalan uyingizda o'ylang. Shuna chiroyli ichilgan bir tashdek gul olgan bo'lsa, siz shuni tortib qanda bir yaqindagi yoki jiroqdagi urug'liqlaringizni aytib berdingiz. Ash bir parcha rasm bilan sizning barliq desam bo'lmaydi. Nurg'ulg'an shaxsiy uchurlaringiz ketadi. Ya'ni sizning o'rningiz, uyingizning adresi, agar uyingizda siz chiqmagan bo'lsangizmi, ash telefoningizni tortgan bo'lsangiz, o'rin, ya'ni GPS o'rni, vaqti qachon tortilganligi, qanday telefon ishlatadigan yoki apparatni tortgan bo'lsangiz mataki, shu hammasi birga avatilib ketadi. Vaqtda agar u rasm yomon niyatli odamlarga qo'lashib ketsa, sizning uyingizning adresini topa oladi degan gap. Bu EXIF sonliq ma'lumoti dalil shu narsalarni ko'rsatadi. Masalan, buni men amaliy bir misol olsam, Google'ni ochay. Masalan, bir hukumatning bir tor bekitini deylik, masalan Malayziyaninki bir xabar tor bekitini ochsak, xohlagancha qayerdagi bo'lsa bo'laverdi. Masalan, The Star, Yulduz degan The Star yoki motor bekat hozir 29 deb ko'rsatibdi. Masalan, mush rasm qaranglar. Malaysia LHDN deydi. Mush rasm hozir. Biz bu rasmdan qarsak, bir logo bor bir rasmkin, shunaqa. Ammo bu rasm qachon tortilgan, o'rni qayerda degandek uchurlarni qanday biz bilmasligimiz mumkin. Biz qanday qilamiz deganda, bu rasmninki link adresini ko'paytib, copy image link ko'paytib olamiz yoki saqlab olsak ham bo'ldi. Saqlab olsak ham bo'ldi. Hamda men sizlarga ikki to'rbatni tavsiya qilaman. Ya'ni bir rasmninki mush EXIF sonliq ma'lumotni tekshiradigan. Buning birisi Jeffreyninki, shaxsiy bir odamning, Jeffrey degan odamninki
Mush sonliq ma'lumotni bartaraf qiladigan bir tor bekiti bor. Uning adresi exif rejects info/exif CGI. CGI şu tor bir blog adresi. Xalqan bir resimninki. Exif sonliq ma'lumotni topadigan. Yana birisi, yana bir tavsiya qiladigan tor bet nima deganda coding tools exif remover. Men buni tor beketini ichib qo'ydim. Birisi bu Jeffrey's Image Metadata Viewer. Bu bir shaxsiy blogi. Yana birisi tor beket. Yoki siz Google'ga chiqib, shu exif viewer view degani mana viewer exif viewer degani bassanglar, yani mushu munosabatlikni urug'lagan o'xshash funksiyadagi tor beketlarni chiqarib berdi. Endi mana shu ikkisi men davomli ishlatadigan tor beketlar. Masalan, bu resimni shunaqa, bu resimda biz ishini bilamadik. Biz buni adresini ko'paytib miyaga chaplaymiz URL yoki ma browserni bisib saqlab olgandan bayam saqlab oldik-ku. Saqlab olgandan ochsaqmi bo'ladi, URLni qilsaqmi bo'ladi. Endi men saqlab olganning ortiqchiligi nima deganda, boshqa bir odamning rasmini avatgan bo'lsa, endi uning tor beket adresi bo'lmaydi-ku, URL degan. Mana o'xshash copy qilmaymiz. Avatgandan ichishni ko'rsatadi. I'm not a robot. Okay. Endi view image'ni basamiz. Qarsanglar ma uchur. Bu resimninki uchuri kamera Nikon D4 degan kamera tortilgan resim ekan bu. Ondan lenzi va boshqa uchurlar resimlarning uchurlari. Ondan bu vaqt mush resim 2014-yili 5-oyning 2-kuni soat 11 dan 6 minut 51 sekund o'tganda qana tortilgan resim ekan bu. 2 yil 4 ay bo'pti, mancha kun degandek. Ondan başqa bu kamera tortilgachqa bu resimning GPS Müşemiz uçurlar resimga aloqador. O'rinnas chiqmabdi. Bo'lmasa, agar telefon tortgan resim bo'lib qolgan bo'lsa, shu nada tortilganligi Google Map'da ham chiqarib beradigan ashuna axtarlar bor. Shunga biz qarshi tarafga resim aytgan chaqda, mana shu exif sonliq ma'lumotlarni yutishimiz kerak. O'zimizning shaxsiy uchurni qo'llash uchun qanday yutishimiz kerak. Ammo yana bir to'g'ri bekat qanday qildi deganda, masalan, men bu resimni mana bir refresh qilib deb saqlab olgan resimni ochay. I'm not a robot. Traffic light. To'g'ri bekatdan boshqa bir to'g'ri bekatdan tushirib olsak men ham qanda? Nurg'uvchilarni al yuvitmagachga biz mana ko'rib bilib oldik. Endi buni qanday yutimiz desak, u to'g'ri bekat chiqarib bo'lgan bo'lsa, amal yo'q, hammadan tushirib buni ko'ra oladi. Endi uni shuni mush xabarni yo'llagan odam qanday? Mush exif datani yutish kerak. Ba'zi uchurlarni. Masalan, ma to'g'ri bekatda yuvatkili bo'ldi. Shunga remover biz maningdan tanlashdan
xuddi tor bekat o'xshagan funksiyasi bor. Ash exif sonliq ma'lumotni ko'ra olamiz. Ammo mana qanda yuvitadi. Buni qanday yuvitamiz deganda, biz masalan telefonimizda bir parcha rasmni tortdik. Uni masalan bak shaxsiy uchurlarni, o'zingizning shaxsiy uchur bo'lib qolsa, bu hech qaysi suratga yo'llamang. Endi manzillar degandek bo'lib qolsa-chu. Mana bisep mush rasmni yo'llasak, mana bu avtomatik yuvitadi shu exif sonliq ma'lumotni. Undan keyin buni download bisep tushirib olamiz. Endi qaytadan ish baqsaq, masalan, mana bu burunqisi, mana yuvatgan exif datani yuvatgandik. I'm not a robot. Ko'rib baqsaq, endi hech qanday uchur yo'q. Ya'ni bu sig'ma mancha JPG degandek. Bu sizning shaxsiy uchuringiz hisoblanmaydi. Bayamqidek kameraning ismi, qachon tortilganligi, undan keyin telefonda tortgan bo'lsangiz, GPS adresi deganlarning hammasini yuvitadi. Shu orqali shaxsiy uchuringizni saqlab qola olasiz. Undan boshqa cho'ng ijtimoiy tor bekatlarda, masalan, Facebook, Instagram ya Google bo'lsin, hatto WhatsApp, ba'zi bir tor bekatlar qanda, ba'zilar balkim Weibo, Weixin, Douyin ishlatishinglar mumkin. Who knows? Kim bildi uni? Ular keyingilarini demoqchi emas. Shu masalan Facebook, Google deganlar, Instagram deganlar. Mush exif data, ya'ni o'zining ishlatuvchilarining shaxsiy uchurini qo'llash uchun masalan Facebookga rasm yo'llasangiz, ular yuvitadi. Mush uchurlarni avtomatik yuvilib ketadi. Lekin avtomatik yuvilib ketgan bilan shirkatlar saqlanadi uchuringiz. Shunga hech qayerda saqlanmaslik uchun yuvatganingiz yaxshi. Bu exif. Andan keyin masalan ba'zi bir tor bekatga chiqargan rasmlar bo'lib qolsa, o'zingizning shaxsiy blogi yoki birasiga masalan AirDrop yoki Bluetooth ko'ktish orqali avatgan bo'lsangiz, avatishdan burun shunday rasmlaringizni yuvatga exif sonliq uchurini yuvatga yaxshi. Bu video mushakchi.